Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Washington munbiriga xoş gəldinglar. Bugün Washington munbirining 3-cü saniyə sizlər bilan yüz görüşüdü. Şundaq. Hazır dünyada intayin zor özgürüşlər yüz beryapti. Bu özgürüşlərning kilit noktası, aşqışlıq amili şübhəsizki Amerika-Xitay münasibətləri. Amerika-Xitay münasibətləri dünyadakı ən murakkab münasibət. Onun yüzlənişi şübhəsizki Uyğur hərəkətinin qandaq bo'lishig'a alqılıq təsir göstərdi. Uyğur hərəkətinin gələcəgiga təsir göstərən yana bir amil Xitay-Türkiyə münasibətləri. Həmmimizə məlum Türkiyə Uyğur diasporası yoki mındaqça aytgan vaqtida Uyğur muhacirat hərəkətiniki mühim bazalarının biri. Türkiyə Uyğur diasporası yoki muhacirat hərəkətidəki ən uzun kök salğan dövlətlərinin biri. Onun Uyğurlar bilan Türklər o'rtasidagi milliy tarixi, madaniyat, diniy aloqalar bilan munosabatli bir tərəfi var. Biroq yaqinqi 1-2 yildan buyon Xitoy-Turkiya munosabatlarida jiddiy o'zgarishlar yuz berishga boshladi. Ma'lum bo'lganimizdek, Xitoyning Turkiya bilan bo'lgan kuchayayotgan munosabatlarini biz dunyoning har qaysi joylaridan his qilyapmiz va buni ko'ryapmiz. Shunga biz Washington munbirining bugungi suhbatini bu ikki temaga yig'inchoqladik. Bu suhbatlarga kimlarni taklif qildik? Albatta, suhbatimizning qimmatli mehmonlarining biri Amerikadagi advokat, vaziyat analizchisi Nuri Turkal apandi. Yana bir qimmatli mehmonimiz Turkiya Hacettepe Universitetining dotsenti, Turkiya strategiyalik tushunchalar markazining Xitoy masalalari mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi. Erkin apandi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aldı bilan gapimizni Amerika-Xitoy munosabatlaridan boshlasak deyman. Aldı bilan shu narsa aniq Amerika-Xitoy munosabatlarini dunyodagi eng murakkab munosabat dedik bayam. Masalan, Amerikaniki Xitoy munosabatlarida savdo raqobati bor. Ularning o'rtasidagi savdo raqobati hozir tub masala. Shundaqla yana tor hujumi, aqliy mulk huquqi, qizil raqam, pul kursi, Xitoyningki bozorini ichish, mablag' silish sharoiti qatorliq masalalar buningda muhim rol o'ynaydi. Amerika-Xitoy savdo raqobatiningki hozirgi vaziyat taraqqiyotidan qaraganda kelgusida boshqa sohalarga kengayish bu to'qinishniki bir to'qinishga aylanish ehtimolligi mavjudmi? Bu hozir dunyo tushunishga aldirayotgan bir masala. Bu savolimiz oldi bilan Nuri apandidan bir so'rab baqsaq, Nuri apandi qanday qaraydi? Ya'ni bu ikki davlat o'rtasidagi hozirgi savdo raqobatiniki mujundoq ketaversa, boshqa sohalarga kengayib ketish ehtimolligi bormi? Masalan, harbiy va boshqa shunga o'xshash. Xitoy Amerika munosabatidagi o'zgarishga yoki yangi vaziyat qarashdan avval shu o'tganki bir necha prezidentningki Xitoy Amerika munosabatida tutgan tashqi siyosat pozitsiyasiga qarab beqishga zarur keldi. Shu birinchi dunyo urushidan keyin Woodrow Wilsonning zamonidan tortib hozirgacha Amerika tashqi ishlar siyosatida bo'libmi Xitoy bilan ilib berayotgan tashqi siyosatida qimmatmi yoki manfaatmi degan ikki mavzuda cho'ng talash-tortishlar bo'lib kelyapti. Endi Reaganning vaqtidan tortib Trumpga qaraydigan bo'lsak, bu Reagan hukumati zamoni vaqtida Amerikaning qimmat ko'z qarashi va manfaatini o'rtaq birlab mangan tashqi siyosat bo'lgan. Bu Obama davriga kelgandan keyin bu davlat manfaatini birinchi o'rin qo'ydigan qimmat, ya'ni value deymiz inglizcha. Uni ikkinchi o'rin qo'ydigan vaziyat shakllangan. Endi Trump hukumati qimmat deganda kishilik huquq, demokratiya, yashash usuli, diniy erkinlik, insoniy erkinlik, barobarlik masalalar jihatda davlat manfaati muhim o'ringa o'tib 2008dagi iqtisodiy krizdan keyin. Undan keyin terrorizm harakatlarida Amerika bilan Xitoy orasida ishbirligi shakllangandan keyin bu qimmat ko'z qarashi, ya'ni Amerikaniki ijtimoiy axloq, tarixiy ko'z qarash va qimmat ko'z qarashini asos qilgan siyosat pozitsiyasi ikkinchi o'ringa o'tib qolgandek ahvol shakllanishga boshlagan. Endi bugun kelganda texnik bir xatarlik ahvolga kiryapti. Trump hukumatining sahnaga chiqishdan burun Xitoy bilan qanday munosabatda bo'lganligini to'g'rida so'zlagan so'zlar qarab o'tgan bo'lsak, uni dushman qatori ko'rgan. Amerikaningki ishsizlikni undan ko'rgan, tijoratdagi tangpungsizlikni undan ko'rgan, pul muomalalardagi barobarsizlikni undan ko'rgan. Ondan keyin Osiyo rayonidagi bexatarlik masalalarini hatto Obama hukumatini Xitoyning oldimga tushdi degan mundaq nuqtai nazar bilan tanqidiy fikr
bo'yicha sahnaga chiqqan. Sahnaga chiqqandan keyin prezident bo'lgandan keyin bunun pozitsiyasi 180 gradus o'zgarish olib, Shimoliy Koreya masalasini asos qilgan asosda va qisqa muddatdagi manfaatni asos qilgan nuqtai nazar bilan Xitoy bilan diplomatiya olib beryapti. Endi hozir bu tijorat masalasi olsun, pul muomala masalasi olsun, internet bexatarlik masalasi olsun, Janubiy Osiyo dengizidagi bexatarlik masalasi olsun, bu masalalarning hammasi Shimoliy Koreya masalasining orqaga o'tib qolgan ahvolini ko'ryapmiz. 4-oydagi Shi Jinpingning ziyaratidan keyin Trump hukumati asosiy jihatdan bexatarlik masalasi bo'libmi, Koreyaning bexatarlik masalasida diqqatini shunga markazlashtirdi. Men ham imkoniyat kelajakdagi yüzlünüşü qaraydigan bo'lsak, bu terrorizm masalasida bularningki ishbirlik shakllantirish mumkinchiligi biroz cho'ngdak ko'rinadi. Chunki 2016-8 oyda Trump tashqi siyosat nutq so'zlagan chog'da qaysi davlat Amerikaga terrorizm qarshi jangda qo'lini sunadi ekan, biz uni ittifoqdosh deb qaraymiz degan mavqani o'tirib qo'ygan. Buningki ijro bo'lish mumkinchiligi biroz cho'ng. Bu ijro bo'lsa ziyni kimga oldi? Uyg'urlar oldi. Albatta, Xitoy terrorlik masalasi degan masalani shunday olib ko'tarib chiqqan ekan, bu masala tabiiy holda Uyg'urlarga berib chetiladi-ku. Xitoyninki hamma siyosatida buni Uyg'urlarga chetishga aldirab urinib kelayotgan masalalarning biri. Ammo bu yerda yana bir masala bor. Garchi vaziyat bundoq bo'lsa-mu, ammo yana bu yerda Uyg'urlarga nisbatan bir fursat Bahmo yani bir özününki Uygurlarning o'zining davosini, harakatini anglata oladigan bir xalqaro jamoat fikrininki qo'llashiga erishish uchun ma'lum yo'llarni basa oladigan bir darvoza, bir yo'choq, bir fursat qanchalik bor bu masalasi? Uyg'ur masalasiningki hozir bu Trump hukumatining tutgan pozitsiyasiga, tashqi ishlar ministri Tillersonninki 6-oyda so'zlagan nutqiga qaraydigan bo'lsak, bu hozir tutgan pozitsiyasi Trump hukumatining tashqi siyosatining qanday qo'llanganligi aniq emas. Şu kundalik vaziyat inkas qaytirish asosida bir tashqi siyosat yurgizyapti. Endi shu yillardan beri bo'libmi Bush hukumatidan keyin davom qilayotgan bu Uyg'urlarga munosabatlik bo'libmi, masalan, terrorizmni bahona qilib Uyg'ur ichidagi o'qituvchi fikrlarni bostirayotdi degan bir siyosat batdi burun. U asta-asta yo'qolishga boshladi, lekin diniy erkinlik masalasida bir hukumatda Trump hukumatining ichida bir paylık amilini ko'rish mumkin. O'tgan oydagi 2016 yilninki xalqaro diniy erkinlik dokladini berganda Tillerson alayda Uyg'ur masalasini ig'izga oldi. Endi bu yerda bu hukumatdan bunda foydasiz pozitsiya, ochiq qolmagan siyosiy yo'linish va ro'shan bo'lmagan tashqi siyosat maydonlari o'rtada turgan mezgilda Uyg'ur masalasiga ko'pincha foydali sharoitlar Amerika Kongressidan keldi deb qarayman. Ondan keyin ikkinchi kongressning qila oladigan ishi yangi bir qonun chiqarib hukumatni ma'lum ishlarni qilishga zo'rlash, masalan, inson huquqlari masalasi. Uchinchisi jamoat fikr to'plash. Amerikada kongress sizning xabaringiz bo'lgandek guvohlik yig'inlarini o'tkazadi, millat vakillari obzorlarni yozadi, televizorlarda so'zlash orqali bu jamoat fikr g'ulg'ul to'plash orqali hukumatga bisim qilishlik shunday bir foydali omillar mavjud. Demak, yana bir fursatlar bor, ammo uningdan qanday foydalanish Uyg'ur aktivlarining, faoliyatchilarining o'ziniki ahvoliga bog'liqdan hamda uni. Albatta. Hamda Erkin efendi sizga qaytsak, bu yerda yuqorida siz angladingiz Amerika Xitoy munosabatlaridagi foydali, foydasiz omillar, vaziyatdagi o'zgarishlar. Hamda bunda aytgan vaqtida Xitoy Amerika munosabatlarini siz Turkiyadan qaragan vaqtida qanday ko'rasiz? Nimani ko'rasiz? Bu Amerika bilan Xitoyning orasındagi bu xil kurash aslında keyingi 500 yilning ichida shu dunyoning munosabatlariga qoida usullarni qo'yayotgan kuchlarningki bir-birisi bilan ilishayotganlarningki biri 21-asrdagi bir o'yinida ko'rinyapti. Bo'libmi shu dunyoning birinchi kuchi Amerika va yuksalib kelayotgan ikkinchi kuchi Xitoy, bularning orasidagi munosabat cho'qim murakkab bo'ladi. Bularning orasidagi ikkilik munosabati aslında hem rayon hem dünyaya ta'sir yetkazadigan bir munosabat. Ama Türkiye bilan Amerika'nın münasebeti jiriklashib ya da Avrupa devletleri bilan jiriklashgandan keyin Amerika'ningki kelgusindagi raqib deb ko'rayotgan davlat bilan, ya'ni Xitoy bilan yaqin munosabat qurishi tabiiy ahvolda G'arb davlatlarininki Turkiyaga bo'lgan bir qarashda bir
şüphe yani bir gumanlık bile Türkiye'nin qaraydigan bo'ldi. Aslında Xitoy mı Türkiye'ye pek gumanlık bile qaraydı aslında. Çünkü sen NATO'nun azası. 200 yıldan beri Avrupa yani harpleşninki bu basqışninki yolunda. Ondan keyin seninki nurgun şu düşünce, yaşam turmuşninki şu Avrupa ve harpler bile bekerek yıkın. Hatta Türkiye'ninki şu futbol takımı Avrupa ile oynaydı, Asya ile oynamaydı. Şununla bu Türkiye-Xitay münasebetininki yıkılış jarayonida Xitayninki Türkiye'ye bo'lgan bir şüphe var bir yerde. Bu şüpheninki birisi bo'lsa ABK men degandek shunday bir xalqaro munosabatninki atrofida bo'lsa, birisi shu Uyg'ur meselesi. Yani Xitay Türkiye Uygur meselesinde qanchalik bir yardım qila oladi, bununla biraz gumanları var. Bo'libmi Xitayninki yaqinqi şu 3 yıldan beri yürgizayotgan bu yeni İpek yolu stratejisi mi? Şu iki moyun bir nokta var bu quruqliqda deydigan bo'lsak, dengizde Amerika, Japonya ve Hindistan var. Ama quruqliqda bir iki nokta var. Birisi çıkış nokta Şarkı Türkistan, birisi Avrupa'ya erişebildiğin Türkiye var. Bu iki nokta eğer de bir mesele çıkan takdirde Xitay'ınki bu en çok strateji planı amalga işi biraz kıyım buldu. Şununla Xitay hem Türkiye ile yakın münasebet kuruş bir strateji plan yap görüyordu, hem de ABK degen bu ensireshlarni görüyordu. Hem de bir yerde sualimizni Nuriye Efendi'ye qaytarıp gelsek, sizin bilisiz bu Trump memuriyetinin yoki Trump hükümetininki başka devletler bilen bakan bu şu bayanma siz biraz toxtalib ötdünüz kişilik hukuk meselesi, demokratiya meselesi ve emgek hukukları, asallık millet yoki yerlik milletlerin hukuk meseleleri ve bununla çetildiğin Amerika'nın ennenevi kıymet karşı meselesindeki köz karşıda Aksaray'daki bayanatlarda karşısınız mı? Bularniki oturup koyuvatkan, işiltivatkan til, uslupları görünürlük farklıdır. Muşu meselede köpünce, mesela Xitay münasebetleri meselesi de Amerika'nınki Tibet, Uygur, Katarlık milletlerinin meselesi, kişilik hukuk, emgek hukukları, kıymet karşı. Bu meselelerde bularniki burunqi hükümetlerge qaraganda qandaq bir gavdilik alaydılığı var bularning. Bu Amerika'nınki uzun yıllardan beri bu sanatın bolsun, iqtisoddan bolsun, askeri jihatdan yoki madaniy jihatdan yukseklik o'rinda turib dunyo sahnasida rahbarlik rol o'ynayotganligining asas sabablaridan biri bular o'zlari yaxshi o'rnak bo'lgan. Bu o'rnak bo'lish uchun uyning ichida tuzilma bo'lishi kerak. Boshqalarga o'rnak bo'lish uchun. Endi Trump hükümeti sahnaga chiqqandan keyin qaraydigan bo'lsangiz, dunyodagi shu otokrat hukumat amaldorlari, Putin deymiz, LCC deymiz, Xi Jinping deymiz, mushuning o'xshash odamlar bilan nihoyat illiq muomalada yaxshi munosabatda bo'lyotdi. Lekin Amerikaning tarixdan ittifoqdoshlari bo'layotgan Fransiyaga o'xshash, Germaniyaga o'xshash davlatlar bilan, Avstraliyaga o'xshash davlatlar bilan diplomatik munosabatlarda surkilishlar, fikrde o'xshamasliklarida o'rtaga chiqyapti. Endi bu Bush hukumatidan boshlaydigan bo'lsak, Bush hukumatining dunyoga demokratik ideya fikrlarni erkinlikni tashviq qilish va shunday tuzumni barpo qilishdek tashqi siyosati bu askariy kuch bilan barabar elib mangan. Amerikaning tashqi siyosatida ikki muhim omil bor. Birisi power of inspiration deymiz. Bu millatni, insonni va xalqni ilhamlandırılgan, hayacanğa saldıgan, ümit verilgan. Yani birisi power of intimidation deyimiz, o tehdit, o Amerika'nın askeri gücü. Yani katı güç, yumuşak güç. Bu askeri gücü de özgürlüş yok. Ama bu yumuşak inspiration'da Amerika dünyaya hazır, xalqlarga, Uyg'urlarga o'xshash ezilgan, o'rlik intilayotgan millatlarga bo'lgan, iftixorlik ro'yini yuksaldiradigan, umid beradigan, bu o'rnaklik rolini yo'qotib qo'ydi. Terörlükle karşı duruş dokulat ilan kılındı bayamsız dep ötüңüz. Onun kendini ötkende dini erkinlik dokulat ilan kılındı. Dini erkinlik dokulatının ilan kılıngan tılığı karşıak dokulatlarla Uygur vaziyetiga karşı farklı bir til, farklı bir pozisiya, uslup meselesini görələyimiz. Hem de bu dokulatlarda ilan kılıngan burunki aşu
hökumetlerninki bu meselede ifadelagan uslubu bilen bu hazırki Trump hökumetininki oturup koygan meselelerde bu nimeden signal veriyordu? Yani bu nimeni köreleyimiz bu oturdaki bu farklardan? Bu mesele mında qarsak bolur. Hem bu Amerika'nınki abay degendek taşqi siyaset tüzülüş icra boluşida Kongreslen hökumetning arasındaki xizmat taqsimotlar ilib berildi. Endi bu hökumetning ichidagi tashqi siyosatmi Aqsaraydagi Davlat bexatarlik komitetining maslahati va teklifi bilan tashqi ishlar ministri bo'lib ijro bo'ladi. Hozirgi tashqi ishlar ministri Amerikaning tarixidagi eng ojiz tashqi ishlar ministri hisoblanadi deb qarayman men. Chunki Tillerson bo'lsin ya boshqasi bo'lsin, shu Amerikaning qimmat ko'z qarashi, ijtimoiy axloq asosida yillardan beri davom qilib izilgan millatlarga umid tuyg'usi berayotgan pozitsiyasidan 180 gradus burilish bor. Endi shu masala bor hozir. Meseleni yig'ib kelib Uyg'urlarga yig'inchoqlasak, endi o'zimizniki Amerikadagi va Yevropadagi Uyg'ur diasporasi, muhojiratdagi Uyg'ur harakatlarining o'ziga yig'inchoqlasak, bu yerda Uyg'urlar shu hozirgi Trump hukumatininki tashqi siyosati, ichki siyosatidagi bu o'zgarishlar, dunyoning boshqa joylaridagi yeni o'zgarishlar, bu davolg'ishlar ostida Uyghur hareketi nemi meselelerini asaslı orunga çıkarış gerek, nemi meselelerge özünün dikkat merkezini merkezleştiriş gerek ve bularni qandaq bir pozitsiya uslub bilan ilib berish kerak, qandaq bir siyosat geliştirish kerak bunga. Bu Uyghur meselesi Xitoy Amerika munosabatidagi muhim bir halqılık mesele. Mesela Tibet meselesiga selishtirimiz ko'pincha vaqtida Tibet meselesi insaniyet meselesi. Uyghur meselesi Amerika Xitoy arasida davlat manfaatiga taqishadigan bexatarlik meselesi. Yani bu bir afzallik sharoit. Yani mushunda avval aslida Amerikadagi siyosatga ta'sir ko'rsatish uchun faqatla tashqi ishlar ministriga ishlaolmay, Adliya ministri, davlat mudofaa ministri, moliya ministri, savdo ministri, kongress bir qancha organlar bilan yaqin munosabat o'rnatib, bu tashqi ishlar ministridan alqagan bir masalani o'tirg'i chiqarish kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu Amerikadagi bu demokratik sistem jamiyat axloqidan foydalanib, matbuotlarda Uyg'ur masalasini ko'p tashviq qilish kerak. Bu Amerikaningki hozir hukumatningki davlat ichki siyosati, xalqaro siyosat, tashqi siyosatida muqimsizlik, her gün o'zgarib turgan ahvol ko'rilgan bilan Amerika bir sağlam ikki institution, ikki organ bor. Birisi Amerika Kongress, yani birisi matbuot. Bundan nəhayət önümlük paylanish kerak. Abaydab o'tganda Kongressda Uyg'ur masalasiga foydali nurg'un omillar bor. Texnik to'liq qo'llanilmagan. Undan keyin matbuotlardami hukumatga, Trump hukumatiga diplomatik munosabat, inson haqlari masalasi, har turli masalalarda o'xshamagan salbiy ko'z qarashdagi maqolalar jiq yozilyapti. Mushu hozirgi mushu muhitdan, siyosiy muhitdan foydalanib, matbuotning kuchidan to'liq foydalanib, jamoat fikr g'ulg'ul qo'zg'ash kerak. Yani Uyg'urlar mamlakat ichidagi Uyg'ur vaziyatiga nisbatan aytgan vaqtida qaysi masala sizningcha o'tirg'i qo'yilishi texmi muvofiq bo'lgan hozirgi vaziyatda? Uyg'urlar duch kelayotgan hozirgi masalalarda. Uyg'urlarningki duch kelayotgan masalasida Amerikaliklar ko'ngil bo'lgan bir qancha masalalar, diniy erkinlik, milliy erkinlik, madaniy erkinlik, ondan keyin hozir yangi bir narsa chiqdi, muhit. Muhit meselesi. Muhit meselesi. Bu yeni bir tema. Bu muhit meselesi de mi Amerikalılarınki istaşlıqqa erishish nəhayət mantıqlıq və mümkünçilik bir mesele deb qarayman. Ondan keyin dini erkinlik meselesini o'rtaga chiqarish kerak. Bu ba'zi bizning Uyg'urlarda musulmon bo'lib qolganimiz uchun ezilyapmiz, xalqaro ko'z qirin samat deganda ko'z qarash va lekin Amerikalılarning tashqi siyosatida diniy mesele hozir yillardan beri davom qilayotgan umumiy inson haqlari masalasini oldiga o'tib ketdi. Masalan, Trump hukumatining o'zi ishondigan Kansas shtatininki valisini diniy ishlarga mas'ul elchi qilib bekitdi. Bu uning qanchaga e'tibor berganligining ko'rib olgan bo'ladi. Erkin efendi, sualimizni sizga yuzlantiramiz. Endi siz abayqi masalalarni yig'inchoqlagan vaqtimizda Turkiyadan qaragan vaqtida masalan Uyg'ur bilan meselesida Uyg'ur Türkiye Xitoy munosabatlarida qandaq bir yaqinqi o'zgarishlarda Uyg'ur meselesi o'zini yangi bir xirislarga yoki fursatlarga o'tirg'i chiqaryapti. Hozir bu Türkiye Xitoy munosabatiningki yaqinlashishi bilan birlikda ba'zi Xitoylarningki, ya'ni Xitoy hukumatiningki talablarini
Türkiye mi onunla karşılık bir vatıdı. Misalga Türkiye'de bazı şahsiyetlerini terörist dep degeçke onunki tizimliğini Türkiye'ye yetkizip atıdı. Türkiye mi onu tekşirip, eğer de terörist bolgan bolsa, şu Türkiye'ninki kanununa karab ve ötken yılda bularınki imzalaşkan günahkarlarına kaytırıp biriş degan bir kilişim vardı. O kilişimge karab hem de bazı bu günahkar bolgan, yani bu mahkemede bunun bu teripesini kılgan mındak bir şahsiyetlerini kaytırıp birişininki ihtimali var. Onundan başka bazı şahsiyetlerini hazır tutup turvadıdı. Mesela Abdülkadir Yapcan, onunki İbrahim Damolla degenler hazır tutulmuş çetelliklerini kaytırıp biriş, vaktınca tutup turuş merkezi degen bir yer var. Bu Avrupa Birliği ile birlikte kılgan bir yer. Bir yerde pek olsa şu bir yıl tutalaydı, bir yıldınki tutamaydı. Şununla hem de şu bir yılın içinde bunlar çıktı. Bulmasa eğer de ulanınki şu Xitay'ınki tepegen ya da tayarlagan bu dokulatla şunda bir günahları bolsa, Türkiye'ninki ceza kanunlarına mas keldiğen bolsa, kaytırıp birdiğen ahvalıma mevcut. Onundan başka bu DAEŞ'ci ve başka ballarına tutkanlığı gepler var 5-6 kişinin. Ularning ne haberimiz yok. Bu Türkiye'de Uygurlarni ensirashga selyapti hozir. Hamda bunu qanday qarash lazım degan vaqtida Türkiye birisi bu taraqqiyot qilayotgan bir devlet. Shuningga birisi mablag'ga ehtiyoji var, birisi teknologiya ehtiyoji var. Her ikisini Xitoy beralaydigan bir halda hozir. Tabii Xitoy bunu bergan vaqtida Sharq Turkiston Uyg'ur meselesini bu şart kılıp koyuvatkanlığını görüvatımız ve bilivatımız. Yani birisi bu milli devletninki bir alaytligi, devletninki menfaatini, yani ali menfaatini qoğdaş üçün bu kağan milletlerini ya da kağan devletinin içindeki meyli kaysı grupninki bolsun, bularninki menfaatlerini qoğdayamaydı. Çünkü asas kanunda mı oçuqdaydı. Devletninki mevcudiyetini saklap kılış ve halkını bayaşat yaştış. Bu her kanda devletlerinki ali menfaatleri. Türkiye bu menfaatini qoğdaş üçün Uygurlarını %100 mında kurban kılışını ben pek ondan doğru görmeyemem ama bazı Uygurlarını kaytırıp birişininki ihtimalımı buludu. Çünkü Xitay bu bisimini devamlı kılıdı. Türkiye'ninki hazırki şu Garp devletlerle boğan bu jiriklikten tüpeyli Xitay ile yakın münasebetini kuruşunun bir gayretinin içinde. Huda ötken ayda Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu'nun bir ifadesi vardı. Xitayning xavfsizligi, Türkiye'nin xavfsizligi. Şununla bu Türkiye'ninki şu hiç olmasa hazırki hükümetninki ko'nglida Xitay bilan bir yaqinlashishninki niyeti var. Fakat Türkiye'de başka bir alaylık mı var? Türkiye'nin halkı Uygurlarını kollaydıganlığını hemimiz bilimiz. Buna sebebi köp hem de. Tarih, din, etnik, her münasebetlerden tüpeyli. Yani eğer de şu cemaat pişkirine güçlü bir şekilde şu teşkil kılarsa, Uygur teşkilatları, o vaxtda da hükümet kimi bir bisim şekilleniyor. Çünkü hükümet kandal olmasa şu saylan bile kildiğen gap. Cumhuriyet ismi saylan bile kildiğen gap. Eğer de cemaat fikirinde bir menfi bir ahval bulup kalsa, gap sözler, onun sayılışı mı kıyım buludu. Şununla şu cemaat fikirini hükümet mi dikkat alıdı. Bunda bir peyde hem de Türkiye hem Xitay'dan aldığı menfaati var, hem de şu halkınki kelgen inkazlar var. Bu iki talepnin arasında kandak bir tamponluk bile ilip biriş, hem de bu Türkiye hükümetininki bir akıllı uslubuga bağlı hem de. Hem de bir yerde şundak bir mesele var, 2009 yılı, 5. yıl vakasida Türkiye hükümeti, Türkiye prezidenti bu vakaga qattiq inkos qaytırgan devlet. Şundak o? Yani Şunda. Prezident Recep Tayyip Erdoğan dedi bu bir ırkı kırgınçılık,
Xitoy hukumatining, Xitoy qurolli qismlarining harakati degan gaplarni qilganda, uningdan keyingi Xitoy Turkiya munosabatlariga qarasak, bu nihoyat tez o'zgarish bo'lib ketdi-da endi. Ikki davlatning o'rtalig'idagi munosabatlari. Bu yerda bu o'zgarishga sabab bo'lgan bir konkret bir dinamik, konkret bir sabab bormi? Aslında ben degandek bu milliy devletninki bu mecburiyeti bu. Devletning menfaatini qo'g'dayman deydigan bo'lsam, qolgan menfaatlarni qurbon qilsa. İkincisi Xitoymi bo'lsin va Turkiyami bo'lsin, bir-birisiga bir ehtiyoj tuyulyapti. Xitoy shu o'zininki bozorini, Yevropa bozorini bog'lash uchun bu Cihangir devlet statüsü yani salohiyatiga erishish uchun yeni bu İpek Yolu stratejisini o'ttirib qo'ydi. Bununla Türkiye şu kuraklıkta, Türkiye eğer de iştirak kılmagan takdirde ya da bunun tuzaklık kılgan çağda ters olurdu. Emelge işimi kıyım buludu. Amerika ulema ilişemeydi o vakti. Bunda bir peyde Türkiye mi Xitayga ihtiyacı var? Ben de öttüm. Muşu devlet menfaatleri birbirisini yakınlaştırıyordu. Hem de bayam biz bilimiz 2011 yıldan keyin nurgun Uygur muhacirleri, musafirleri Şarkı Januba Asya arkalı Xitayning besimidan keçip Tayland, Malaysiya, Indoneziya devletlerine bağlı üyeden nurgun Uygurlar Türkiye'ye keçip gelgen boldu. Hazır Türkiye hükümeti olanı qabul qildi, o'rinlashtirdi, o'zining kuchining yetishicha. Bundaq vaziyat shundaq bo'lgandi. Endi hazır bu ikki davlatning yaqinqi 1-2 yillik munosabatiga qarab baqsaq, bayam siz ifodalab o'tgandek, bular o'tirsida quyuq bir munosabat, hamkorlik yo'liga qarab ketib boradi-da. Bundaq bir hamkorlik albatta Xitoyni Türkiye'nin burunqi Uygur musafirlerini qabul qilishdak bu harakati ularni izchil norozi qilib kelgan. Undaq olsa bu Türk hükümetinin bundan keyingi Uygur musafirlerini qabul qilish, Türkiye'de ikamet berish, ularga bazı imkoniyatlarni yaratib berish bu maydoniga ta'sir ko'rsatdi. Jamoat fikri qanchalik bo'lsa-bo'lsin, yana bu siyosatlarni bejaradigan hukumat bo'ladi emasmi? Sizningcha? Bence hükümet yeni qaraydi deb o'ylayman. Ma yaqindimi shu 2017 birinci ayının birinci günüden evvel kelganlarga hammasiga muddatsiz shu ikamet berdi, yani turaqlik kinishkisi. Bunundan sırt şu siyasi sebepten şu can xatarlik xavif bo'lgan şahsiyetlerinin ki keçip kelişi ve başka sebepler, yani cinayetten sırt keçip kelgan her qanday Uygurlarni aldığan şunda bir kanunu var. Yani Uygurlar emas, yani başka milletler üçün şu o'xshash bir ahvalda. Yani bu kelgan Uygurlarni yeni bir qo'ldan kelgicha qaraydi deb o'ylayman. Ama Xitoy bunda qarab turmaydi. Xitoyninki maqsadini bilamiz. Bu Türkiye'deki Şarkı Türkistan güçlerini yo'qotishninki qo'ydi. Ama Türkiye degandek bir devlet hamdir. Muşu əbəqi degan tarihi, dini ve muşu ənənələr cəddəki bir bağı var bu yerdə. Bunu hiçbir Türk'nün ki unutuşu biraz kıyın. Çünkü bunların ki otur məktəbdən, toluq otur məktəbgəcə bolğan tarih kitabını okusan, her bir kitabın ki her bir bette Uygurların ki ismi ödüdü. Bu Uygurlarını hem her zaman bunların ki qanda medeni bolğanlığını, qanda qağaz işletkenligini, qanda matbuat işletkenligini ve şundaqla muşu ticaret cette, muşu kredi sistemine, yani o iptidai bir kredi sistemi. Bunlardan qanda işletkenligini, yani İslamiyet'ten evvel Uygur bolmayla qalsa umumi Türk halkının ki medeniyetimi yok degen gibi. Muşu anını sındırıp etken bu Türkiye'deki bu marif sisteminde. Şu aşka bu Türkiye'de eğer de cemaat fikrini şekillendirilirse Türkiye hükümeti yani koludan kelgice kılıdı dep oylayman. Çünkü burumu şundaq bolğan, bunundaki mi şundaq buludu dep oylayman. Yani birisi Türkiye'nin Xitoy bilan bunchalik yaqinlashib ketishini mi G'arb devletlerimi qo'llamaydi deb o'ylayman. Vaqti soati kelgan chaqda bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatmi hozirgidek naytı mındaq rahat ketib qolgandek bo'lamaydi yani.
Amerikadan qarğa vaqtimizda bu Türkiye Xitoy munosabatlari va buning o'rtaliqdagi Uyg'ur masalalari qanday ko'rinadi? Amerikadagi mutaxassislarning buyaning tadqiqot o'rinlarininki, Amerika hukumat tarafininki bu masaladagi qarashi tushunchasi qaysi yo'nalishda? Bu Amerika'nınki şu tashqi siyoset mutaxassislari, matbuotlarda obzor yazgan yazgıçılar ve tashqi siyoset tuzdigan adamlarınki bu Uyg'ur masalasiga Türkiye'nin tashqi siyosatda o'ynaydigan roliga bak qiziqadi. Unda qilishning sababi bular shu 2019-yili Ürümçi qirg'inlik bo'lgan chaqda Ahmet Davutoğlu bilan Hillary Clinton'ның arasında bir işbirlik şekillengen. Ortak pozitsiya, ortak nişan, u bo'lsin Uyg'urlarning hayotini yaxshilash, siyosiy erkinlikni esga keltirish degandek masalalarda. Buning ma'lum darajada unum ko'rsatganligini anglagan. Endi bunda ahvol ostida hamda hozir bu Xitoy bilan Turkiya hukumati yiqilishib ketganning sababini bu g'arb dunyosiga amerikaliklar bu Avrupa Birliği'deki rehberlik rolü tutan Germaniya o'xshash davlatlar bilan ve Şimali Amerika bilan tarixdan ittifoqlashayotgan Amerika o'xshash davlatlar orasidagi sovuqlashib ketgan munosabatni sababidan bular yangi do'st istayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyaga yiqilishayotgani mumkin, Xitoyga mumkin yiqilishayotgani mumkin degan bunda ko'z qarash bor. Ham sizning xabaringiz bo'lgandek Obama hukumat vaqtida Obama'nınki eng yaqin sirdoshadigan, doim aloqalashadigan ikki dunyo rahbari bo'lib ketgan. Birisi Angliyaning David Cameron, yana birisi Turkiyaning Recep Tayyip Erdo'g'an. Endi bu munosabat davom qilib, shu Gezi Park masalasi kelgandan keyin Erdo'g'anga bo'lgan model democracy degan bir hukmni strategic partnership degan bir narsani o'rtaga chiqargan. Onundan çekiniş olup, ahirki 2 yıl jarayonida ularning arasida sovuqlik munosabat shakllangan. Endi Trump hukumati kelgan chaqda bu Fethullah meselesi var, Suriye meselesi var. Yani burada işbirlik gilenmeslik nait iğir. Mesela aldığımız günü Zafer Çağlayan, Türkiye'nin sabık ticaret bakanı tutuş buyruk çıkardı. Bir yerde kanun cihetten, bexaterlik meselesi cihetten, kural yarak setiliş meselesi cihetten nurgun ixtilaplar var. Yani bu ixtilap aslında Türkiye ile Amerika hükümetiyle münasebet yaxşı bolsa, bununki Türkiye ile Xitoy arasındaki münasebetga bir ijobiy ta'sir oldu deb qarayman. Çünkü bizning müştaq bir örnek, müştaq tarix bo'lgan Amerikada, Clintonning vaqtida. Şuna bu Xitoy bilan Türkiye arasındaki münasebetning yiqilishi, Türkiye'nin Amerika münasebetinin yirikilishining Uyg'urlar meselesiga nisbatan Sharq Turkiston meselesiga ma'lum darajada salbiy roli bor. Bu ishbirlikda, kuch birlikda degan gap bor. Amerika bilan Türkiye birlashib, birisi Erkin efendim degandek ijtimoiy, tarixiy qandaşlık sebepten Uygur meselesi oturup götürüp çıksa Amerika devlet menfaati qimmat göz qarshi tashqi siyoset menfaatini birleştirip Uygur meselesini oturup götürüp çıksa buna ait unumli bir natija beradi deb qarayman. Nəhayət köp rəhmət. Vaqt münasibəti ilə bugünkü Washington munbiri söhbətimizin 3-cü sani müşahidə kəgici oldu. Həm də bugün söhbətimizə qatnashib özünün qimmatli fikirlərini bəgən Nuri əpəndiyə, Erkin əpəndiyə köp rəhmətimizni etimiz. Hürmətli televizyon köygüçülər. Bundan keyin bundaq proqramlarni davamlıq tayyorlab diqqətinizə sunub durmaz. Sizlarninki bizdən ayrılmaslıqlarını ümid qılırıq. Bizə bolğan nazaretinizləri və qimmatli fikirlərini berişinizləri qarşı alırıq. Xeyir olsun.